Xalq deputatlari Paxtaobod tumani kengashining 7-chaqiriq 19-sessiyasi o'tkazildi. Jarayondan muxbirimiz xabar beradi. Paxtaobod tumanida Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda tuman kengash deputatlari, tuman hokimi o'rinbosarlari, mahalla yetkiligi hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, jamoat xavfsizligini ta'minlash hamda aholi farovonligini oshirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-oktyabrdagi farmoni ijrosini ta'minlash yuzasidan tuman hokimi fuqaro muhofazasi boshlig'ining 2026-yil 1-chorak davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisoboti tinglandi. Hisobotda favqulodda vaziyatlarni oldini olish, aholini himoya qilish va hududlarni barqarorligini ta'minlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar atroflicha yoritildi. Shundan so'ng tumandagi kriminogen vaziyat, jinoyatlarni oldini olish hamda ularni sabab va omillarni bartaraf etish yuzasidan tuman prokuror tomonidan axborot berildi. Mazkur yo'nalishda amalga oshirilgan profilaktik ishlar, aniqlangan muammo va ularni bartaraf etish choralariga alohida to'xtalib o'tildi. Ichki ishlar bo'limi rahbariyati tomonidan ham huquqbuzarlik profilaktikasi, jamoat tartibini saqlash va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotlar berildi. Sessiyada iqtisodiy masalalar ham muhokamaning muhim qismiga aylandi. Jumladan mahalliy byudjet ijrosi, qo'shimcha daromad manbalarini aniqlash va shakllantirish, ularning samarali yo'naltirilishi yuzasidan ma'lumotlar berildi. Hudud iqtisodiy salohiyatini oshirish, mavjud rezervlardan unumli foydalanish masalalari yuzasidan takliflar ilgari surildi. Bundan tashqari qurilish, kommunal xo'jalik, ekologiya va ko'kalamzorlashtirish yo'nalishlarida amalga oshirilgan ishlar muhokama qilindi. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish hamda huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida olib borilgan ishlar yuzasidan ham hisobotlar tinglandi. Sessiyada fuqarolar murojaatlari bilan ishlash holati ham ko'rib chiqilib, bu boradagi faoliyat samaradorligini yanada oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Yig'ilishda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Nodirbek Yusupov ishtirok etib, kun tartibidagi masalalar yuzasidan o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Sessiya yakunida muhokama qilingan barcha masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilinib, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Shuning bilan xalq deputatlari Paxtaobod tuman kengashining 7-chaqiriq 19-sessiyasi o'z ishini yakunladi.